Assalomu alaykum, hurmatli Ustokin obunachilar. Men ismim Jamshid. Vaqtinchalik zararingiz qancha bo'lgan? Vaqtinchalik zararim 19 ming bo'lgan. Nima bitta Malibuda pulni zararda o'tirgan. Ahad Xudoyarov oldiga boryapman-da. Ahad Xudoyarov menga savol beryapti. Jamshid, mana shuni mana ko'tara olasizmi deb ko'tarib, o'zi chiranib ko'taryapti-da, ko'tara olasizmi deyapti. Biz doim kutib qolamiz, Ustokin. Assalomu alaykum, hurmatli Ustokin obunachilari. Biz navbatdagi bitiruvchimiz Jamshidjon. Jamshidjon, o'zingiz haqingizda mana obunachilarga qisqacha gapirib bering. Qayerdasiz? Yoshingiz nechida? Avvalambor assalomu alaykum, bizlarni kuzatib turgan yurtdoshlar. Men ismim Jamshid, ustoz aytib o'tganlaridek Namangan viloyati, Namangan shahrida istiqomat qilaman. Yoshim 24 da. 24 da. Tushunarli. Jamshidjon, kripto tradingga qiziqishingiz qachondan boshlandi? Umuman tradingga. Xo'p, tradingga qiziqishim bu yil 2026-yil, tradingga bo'lgan qiziqishim 2025-yil, ya'ni kuz mavsumidan boshlangan. Shu. Xo'p, kriptovalyutaga aynan qiziqish qachon boshlandi? Avvalo trading haqida rosa qiziqardim. Kimdir aytardi, til bilish kerak derdi, yana kimdir aytardi, silib ketadi derdi. Bitta yaqin o'rtog'im bor edi. U shu sohada oz-moz pul ishlab, ya'ni o'zi uchun, o'zining xarajatlari uchun pul ishlab yurardi. Bir kun o'rtog'im bilan shunaqangi holat bo'ldi, ya'ni ko'rishib turgan vaqtimiz o'rtog'im yonimda o'tirib, telefonni qo'lga olgan holatda grafiklar bilan ko'rib, nimalardir qilayotganligini ko'rdim. Meni ko'zim u telefonga tushdi. Keyin men o'rtog'imdan qiziqib so'radim. O'rtog'im nima bu desam, shunaqa dedi. Shunaqa dedi. Mana bu sohaga qiziqaman, lekin kimdir aytayapti, til bilish kerak, lekin sen til bilmaysan-ku dedim. Desam, bugun til bilish shart emas dedi-da. Birga gaplashib o'tiramiz, qisqacha tushuntirib o'tdi. Qarasam oddiy, hammasi oson, tushunarli. Albatta, unga ham bilim kerak bo'lar ekan, chunki 2025-yil bu sohaga qiziqishim bo'lgan bo'lsa, hozirgi kungacha, ya'ni 2026-yil may oyigacha, ya'ni bu yerga kelgunimga qadar o'zim ishlab yurdim. Bir minus bo'ldim, bir plus bo'ldim. Albatta, spot savdo yo'nalishida. Shu. Nimaga aynan spotga qiziqdingiz? Spotga qiziqqanim boisi, bu yerda siz nimadir olasiz, xohlagan vaqtingiz sotasiz. Albatta bozorga qarab, albatta u narx sizni o'zingizni qoniqtirsa, shunaqangi holatlar bo'ladi, ba'zi pul kerak bo'ladi. Spot savdosiga kirish kerak bo'lgan inson, men o'ylayman, lishniy puli bo'lsa, biznesdan tashqari, o'sha kimdirlar bor, misol uchun puli bor, lishniy omonat, ya'ni bankka qo'yib qo'yishadi. Xuddi ana shu insonlarga meni tavsiyam, bank omonatga qo'ymanglar, aksiya bilan, ya'ni aksiya olish-sotish bilan shug'ullanishni men tavsiya beraman. Menda ham shunaqa pul bor edi. Bankdan pulimni yechganman, shu kriptovalyutaga investitsiya qilib kiritganman. Bu pulni kiritishimdan oldin avval o'ylaganman, to'xta, bu pulni kiritsam, yo'qotib qo'ymaymanmi, undan ko'ra pulim bankda turgani yaxshi emasmi degan fikrlar bo'lgan. Keyin shunaqa fikrlardan so'ng bu sohani yaxshilab chuqur analiz qilganman, mohiyatan tushunib yetganman. Va albatta menga spot yo'nalishining to'g'ri kelgani anaqasi ham mana shu, ya'ni siz pul kiritasiz, investitsiya kiritasiz, u pulingiz hech qachon yo'q bo'lib ketmaydi. Slif yo'q. Slif yo'q, lekin minus tarafi bor. Nima deydigan bo'lsangiz, siz pul kiritasiz, kiritgan vaqtingiz bozor ko'tarilgan holatda sarmoya kiritib qo'ygan bo'lsangiz, stop losssiz ishlaydigan bo'lsangiz, pulingiz ma'lum bir vaqt ichida butkul emas. Qanaqadir bir muddat, misol uchun 1 oy, 2 oy, oshib borsa 3 oy. Например, menda ham shunaqangi holat bo'ldi. Investitsiya kiritdim. Misol uchun 100% kiritgan bo'lsam, pulim 50% ga tushib qoldi, minusga. Uni yashirish hojati yo'q. Shunaqangi holatlar bo'ldi. Ya'ni stress, to'xta shuncha pul tikdim, shuncha pulim yarim yo'qolib qoldi. Bu realniy bo'ladigan holat, shunaqangi holatlar bo'ldi, lekin o'rtog'im aytdi, o'rtoq dedi, sen sport yo'nalishidasan. Sen bankka pulingni qo'yding. Xo'p, bir yilda mashinchi daromad olib keladi. Mashinchi daromad olib keladi. Sana men shu narsani 1 yil kut, qancha daromad olib keladi? Bordi-yu, shu puling, misol uchun $100 tikkan bo'lsa, $50 qo'ygan bo'lsa, $50 pulingga qaytib pul qo'shilmagan bo'lsa, o'sha $100 cho'ntagimdan senga beraman dedi. Shunaqa dedi. Endi normal summa bo'lgan. Keyin o'rtog'im shunaqangi gaplarni gapiryapti. O'ylab qarasam, haqiqatan shunaqa. Ya'ni qanaqa deydigan bo'lsangiz, birinchi men $3000 bilan kirganman bu sohaga. Kirgan vaqtim $3000 pulim $3900 bo'lgan. Keyin to'xta, bunda ishlasa bo'lar ekan deganman. Keyin normalniy sarmoya kiritganman. Keyin normalniy sarmoya kiritgan vaqtim o'sha yarmiga tushib qolgan. Yarmiga tushib qolgandan keyin o'rtog'im aytgan gap so'zlardan keyin to'xta deganman. O'sha paytlar men faoliyat qilib yurdim-ku.
yana ozroq kutay, qani nima bo'ladi? O'rtog'im 1 yil deyapti. 1 yil kutay, qani nima bo'ladi dedim. Oradan qarabsizki 2 oy vaqt o'tdi. Misol uchun $100 kiritgan bo'lsam, $50 ga tushib qolgan bo'lsa, 2 oydan keyin o'sha $100 ga chiqdi. Plus foydasi bilan men pulimni yechib oldim. Foydasi bilan yechib oldim. Nima uchun $100 pulim $50 ga tushib qolgan deydigan bo'lsangiz, men pulni, ya'ni bilimim bo'lmaganligi sababli pulni full kirib yuborganman tradingga, full kirib yuborganim bois bilimim yo'qligi sababli shunaqa muzlatib qo'yganman, minusda o'tirganman. Agar bilimim bo'lganda, bozor tushishiga qarab bo'lib, ya'ni dikka qilib kirgan bo'lardim bu savdoga. Ne gap yo'q. Hammamizga shunaqangi do'stlar nasib qilsin. O'zim ko'pchilik bo'lsa topik ham tixorardi sizni, bo'lsa yo'q bo'ldi o'xshamaydi, Jamshid soat degan narsani beraverardi. Lekin siz o'rtog'ingiz mardlik qilib, agar ko'tarilmasa gap yo'q, yarmini men senga qoplab beraman debdi sizga, ya'ni zararini qoplab beraman debdi. Gap yo'q. Tak Jamshidjon, bu tradingni boshlashingizdan oldin uydagi insonlaringiz, ya'ni yaqinlaringiz, ota-onangiz bu sohaga nisbatan fikri qanaqangi bo'lgan? Negativ bildirishganmi yoki podдержка qilishganmi sizni? Qo'llab-quvvatlashganmi? Xo'p, uydagi yaqinlarim sizga misol qilib keltirib o'tadigan bo'lsam, onajonimdan har doim men taraf bo'lganda, o'g'lim nimadir qilmoqchi bo'lsang, aqling yetyaptimi? Men san tomonman qil. Что onajonimlar tomonidan menga qanaqadir bir chegara bo'lmagan. Sen meni yo'lda yurib xato qilyapsan yoki meni yo'lda yurib to'g'ri qilyapsan demaganlar. Nimagaki o'g'lim xato qiladigan bo'lsa, tajriba olasan. Sen bilaman, senga ishonaman. Onajonlar menga ishonch bildirganlar, qo'llab-quvvatlaganlar aynan bu sohaga, chunki o'zlarini ham internetda har doim o'tiradi, Instagramda ko'radi, aksiyalar, hamma narsa tushunadi xullas bu sohani. Lekin shunaqangi yaqin insonlarim bor, ya'ni qarindoshlarim, tog'am, xonam, jiyan yoki uka deb aytishadi. Ya'ni inson qachonki mehnat qilib, peshan ter qilib pul topadi, keyin ana o'sha luqma yo'qadi deyshadi. Lekin ular o'ylashmaydiki, biz bu ishda, ya'ni bu biznesda onlayn, offlayn emas, onlayn shug'ullanayotganligimizni nimaga deydigan bo'lsangiz, misol uchun oddiy misol, kartoshka yozda sezoni keladi, pishadi, sotuvchi skalatiga bosib qo'yadi. To'g'rimi? Mehnat qiladi. Endi u offlayn. Endi bu soha ham xuddi shunaqa, lekin onlayn varianti. Siz qaysidir bir biznesga investor tariqasida investitsiya kiritasiz, albatta borib ishlamaysiz, lekin foydani yarmini olasiz. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham halol. Nimaga deydigan bo'lsangiz, siz nimadir olyapsiz, hisobingizga tushyapti, plus o'sha ko'tarilganda sotyapsiz. Albatta o'zingizni qoniqtiradigan narx bo'lganda. Narx tushganiga qanaqadir foydalar qilmayapsiz, faqat narx ko'tarilishi. Yo'q. Endi boshida ham aytib o'tdim, misol uchun narx tushgan paytda insonlar shunaqangi bo'ladiki, stressga tushadi. Ya'ni shuganiyaga tushadi. Narx tushib ketib qoldi, $100 pulim $50 bo'lib qoldi, shuganiyaga tushadi, o'sha minus paytda sotib yuboradi. Keyin oradan qarabsizki, 1 oy aynan o'sha sotib yuborganda oradan 1 oy yoki 2 oy vaqt o'tadi-da, 100% ga o'sib beradi. Bozor 100% ga yurib beradi. Va o'sha payt nimaga sotmagan ekanman degan insonlar ham bor. Aynan o'sha insonlarni taniymiz, bilamiz. U insonlar ham hozir biz bilan keldi, o'qidi, tajriba o'rgandi. Qilgan xatolardan tajriba olib, hozirda biz bilan birgalikda o'qishni yakunladi. Xo'p. Jam minus haqida ko'p gapirdingiz. Vaqtinchalik zararingiz qancha bo'lgan? Vaqtinchalik zararimi? Откровенно ayting. Откровенно ayting. Vaqtinchalik zararim $19,000 bo'lgan. $19,000 zararda o'tirgan. $19,000 zararda shunda o'tirganman. Bitta minilgan bitta Malibuda pul zararda o'tirgan. Ha, birinchi zararim Nexia bo'lgan. Nexia. Keyingi zararim Gentra bo'lgan. Keyingi zararim Malibu bo'lgan. Deganman. Normalniy shuganiyaga tushganman. Demak, men u puldan peshona ter qilib topganman. Onam mehnat ketgan, o'zim mehnatim singan. Endi insonni biz shuni ko'ramiz, ko'rgan vaqtimiz anaqa ekan deymiz. Lekin ana o'sha narsaga erishguncha qanaqa qilib u inson qanaqa mehnatlar qilgan, biz u haqida tushunchaga ega emasmiz. Faqat natija qilgan, shu bo'ldi. Gap yo'q. Endi 19,000 dedingiz, qo'ydingizda. $19,000 zararda o'tirish, endi bu umumiy depozitdan albatta hammaga emas. Siz bu zarardan chiqib ketmagansiz. Agar men bo'lganimda men sotib yuborardim, to'g'risi. Nimaga desangiz, chunki menga pulni aylantirish menga qiziq. Ko'proq, misol, men ko'proq topaman deb o'ylayman. Lekin sizda endi bilim bo'lmagan, lekin siz to'g'ri yo'lda tanlagansiz. Xavotir olmang. Mana shu yo'ldan chiqib ketdingiz. Muvaffaqiyatli chiqib ketdingiz.
Hop, Jamshidjon. Do'stlaringiz bu sohaga nisbatan fikri qanaqa? Negativ, pozitiv? Endi men o'zim Namangan shahridanman. Namangan shahridan bo'lganligim uchun trading sohasida Namanganga hali unaqa chuqur kirib kelmagan. Ko'p kishining xabari yo'q. Namanganda men o'ylayman, trading sohasida ishlagan insonlar men trading bilan shug'ullanaman demaydi. O'zini bilib, tixha, skromniy ishini qilib yuraveradi. Shunaqa insonlarni ko'rganman, taniyman. Taniysiz. Lekin mana trading bilan shug'ullanadigan o'rtoqlar unaqa juda ko'p emas. Shu yerga keldim. Qirg'izistonni, O'zbekistonni o'rtoqlar o'tirdim. Xudo xohlasa ular bilan birgalikda analiz qilib, kelajakda yaxshi natijalarga erishamiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Jamshidjon bizni guruhimizdagi, o'zini guruhidagi to'rog'i yagona o'zbekistonlik bo'ldi. Qolgan hamma Qirg'izistondan. Bo'ldi, chet elliklar bilan o'qiganingizga hayron qolmadingizmi? To'g'risini aytsam, ochiq hayron qoldim. Men qirg'izistonlik o'rtoqlardan so'radim, nima uchun bu yerga kelib o'rganyapsizlar dedim. Desam, o'rtoqlarim shunaqangi javob berdi. Qirg'izistondan kelgan insonlar tengdoshlarim ham bor, yoshlari katta, oqsoqol inson ham bor. Meni ko'rib turgan bo'lishlari mumkin. Ismatilla aka. Ismatilla aka, salom aytib qo'yamiz. Xullas, o'rtoqlardan so'radim. O'rtoqlardan so'rasam, ular aytdiki, men o'qiganman tradingni. Sertifikatim ham bor dedi. Haqiqatan rasman ko'rsatdi. Xo'p, necha pulga o'qigansan? $2000. Sen tuppoymisan, $2000 o'qib, nima qilib yursan Toshkentda? Leshni rasxat qilib, yana o'qigani keldingmi desam, ha dedi. Nima sababdan o'qiyapsan desam, $10,000 pulimni shunday yo'qotib yubordim debdi. Qanaqa qilib yo'qotib yuborish mumkin bu kripto deyapman. Desam, shunaqa $10,000 kiritganman, $10,000 pulim $5,000 bo'lgan. Men bozor kutmaganman. Aynan men kiritayotgan paytim bozor pastga qarab oqayotgan bo'lgan degan. Ya'ni ayiq bozor deydi. Pastga qarab oqayotgan bo'lgan, o'sha oqayotgan paytda kirganman, FOMOga berdim. Qarzim minusdaligimda yopib yuboraverganman, shotimni yopib yuboraverganman dedi. Shunday qilib $10,000 pulni yo'qotgan ekan. Keyin o'ylab qarasak, Qirg'izistonda dars beruvchi insonlar bilimi yo'q, shunaqangi insonlar. Endi men o'rtog'imdan so'rayman, "Hop, O'zbekistonga kelding, mana O'zbekistondan bekorga o'qimayapsan. To'g'ri, Qirg'izistonga nisbatan arzon o'qiyapsan, lekin rasxodlaring bor, seni qoplayaptimi? Olgan bilimingga rozimisan?" deyman. Keyin u aytayapti, "Bu yerga kelib, men bilmagan narsalarni o'rgandim" deyapti. Hozir Qirg'izistonda bizda ham gruppa bor, ya'ni Telegram, Instagram kanallarida signalda berishadi. Hozir oldinlar men o'sha signal bilan ishlardim. Hozir signal keladigan bo'lsa, birinchi qarayman, to'xta, bu nima narsa? Birinchi qarayman, fundamental texnik tahlil qilib, o'zimga uverен bo'lgan holatda kiraman. Keyin doim stop loss bilan ishlayman. Albatta day trading qilmoqchi bo'lsam, atak swing trade, ya'ni uzoq muddatga investitsiya kiritadigan bo'lsam, endi men cho'chimayman. $1000 pulim $200 bo'lib qoladigan bo'lsa ham kutaman. Chunki men uzoq yillik investorman. O'zimga mana shu pulim yo'q deyapman, tiqib qo'yaman, foyda chiqqanda yechib olaman yoki 5 yildan keyin yoki 2 yildan keyin yoki 1 yildan keyin. Lekin hozir yechib, hozir investitsiya kiritib ertaga yechib olish uchun emas. Ma'lum bir vaqtdan yechib olish uchun bu investitsiyani kiritib qo'yaman. Qachonki o'sha vaqt keladi, keyin men bu pulni yechib olaman. Shunaqa gap so'zlar. Tushunarli. Ajoyib gruppada o'qidingiz. Jamshidjon, mana shu darslarimizga kelishdan oldin sizda bilim bo'lmagan, to'g'rimi? Menda bilim bo'lgan. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, bozor tushishini bilganman. Bozor tushgan payt bozor sotib olishligini bilganman. Bozor ko'tarilgan sotishligini bilganman. Endi doim bozor doim tushib ko'tarilavermaydi. Normalniy ko'tarilmaydi. Shunaqangi vaziyatlar bo'ldi, boshimdan o'tdi. Ya'ni bozor shunaqangi tushadi. O'sha tushgan payt bozordan chiqib turish kerak. Meni bilimim yo'q bo'lgan. Naborot o'sha bozor qulayotgan payti $19,000 minusga kirishim ham bois shu bo'lgan. Bozor qulayotgan payti, to'xta, bu normalniy quladi. Bo'ldi, endi qulamaydi. Endi tepaga qarab ko'tariladi degan fikr bo'lgan. Grafikalarni ko'rganman, analiz qilganman o'zimcha. Xullas o'xshamagan. Chunki bilimim yo'q bo'lgan. O'ylab qarasam, bularning orqasida baribir bilim bo'lishi kerak ekan. Bu yerga kelgunimcha faqat oldi-sotdini bilganman, bo'ldi. Boshqa bilim bo'lmagan. Tushunarli. Mana shu 15 kun darslarga qatnashishdan oldin sizda qanaqadir kutuvlar bo'lgan, to'g'rimi? Men uni o'rgansam kerak, bunaqa bo'lib ketsam kerak degan narsalar bo'lgan. Mana shu narsani biz sizga bera oldingmi, siz ola oldingizmi? To'g'risini aytsam, bu yerga kelib kurs to'lab o'qidim, yashadim, o'qidim.
Lekin men bu narsalarga mingdan ming roziman, chunki men bu yerga kelib nimadir o'rgandim. Men bu yerga kelib qilgan xarajatlarimni o'zi chiqarib bo'ldim deb o'ylayman. Chunki shunaqangi holat bo'ldi. Agar men bu yerga kelib o'qimaganimda men pulimni kiritgan bo'lardim yana. Bu yerga kelib o'qidim, bilimim sabab o'sha narsaga pulimni kiritmadim. Kiritmaganligim uchun bozor tepa qismidan emas, pastki qismidan kirib, normal foyda qiladigan bo'ldim. Hozir ham bozor tushyapti, hozir ham bozor kutyapman. Nima uchun? Men bu yerga kelyapman, bilim oldim, analiz qilyapman, haqiqatan men xohlaganda, men o'ylagandan bo'lyapti. Kelib nimadir o'rgandim, natija beryapti. Shunisidan xursandman. Juda ham xursandman bu gaplaringizdan. Samimiy chiqyapti degan umiddaman. Bizda Albatta, yolg'on albatta. narsa bo'lish kerak emas. Oldindan yana aytib qo'yay. To'g'risini aytasiz, hech kim xafa bo'lmaydi. Chunki har bitta misol tanqid, shunga o'xshagan negativlar biz nito qaramaymiz bu narsaga. Demak, biz o'sishimiz kerak yana. Balki qaysi joyda buni noto'g'ri gapirib qo'ygandir. Qaysi joyda siz qiyin tushungan bo'lishingiz mumkin shu narsa. Shu narsani yanada kuchaytirish maqsadida aytyapman. Shunga to'g'risini aytaverasiz. Xo'p, Jamshidjon. Bu yerga keldingiz, real savdolarga ruxsat berdim. Savdo ochib ko'rdingizmi o'zingiz? Savdo ochib ko'rdim. To'g'risini aytsam, bu trading degani 15 kunda kelib, o'rganib, nimadir natija kutish kerak emas. Inson bilim olyaptimi? Bilimini takomillashtirib, keyin ma'lum bir darajaga yetgandan keyin, o'ziga uveren bo'lgandan keyin nima desam bo'ladi? Normal natijaga erishsa bo'ladi. Endi bu yerga keldik, mana ekan, endi har xil holatlar bo'lgan, ya'ni o'yinlar qildik, kim ko'p pul topish 2 soatda, 1 soatda. O'zingiz ko'rdingiz, guvoh bo'ldingiz, albatta plyusi ham chiqdi, minusi ham chiqdi. Minusga chiqqanlarimizdan keyin o'zimizga yetarlicha xulosa oldik. Plyusga chiqqanimizdan keyin shunaqa qilsak, shunaqa bo'lar ekan degan fikrdan oldim. Gap yo'q. Jamshidjon, mana shu 15 kunlik darslarimiz kuniga 4 soatdan bo'ldi. Bu darslar sizga ko'p bo'ldimi, kam bo'ldimi? Men boshida kelganman, boshida kelib, to'xta, 15 kunda nimadir bilim olish mumkinmi degan fikr bo'lgan. Bo'ldi. Bo'ldi. Nerealniy bo'ldi. Qanaqa qilib bu trading insonlardan ba'zi bir yaqinlarimdan so'raganman, 5 yil ketadi, 1 yil ketadi, kami 1 yil ketadi yoki 5 yil. To'g'ri, 5 yil, 1 yil ketishi mumkin. Albatta o'z ishining mutaxassisi bo'lishga. Lekin bu kasbni o'rganish uchun 15 kun haqiqatan ishlab chiqilgan ekan. Kuniga 4 soatdan dars bo'ldi. Effekt berdi, zo'r. Misol uchun biz chetdan kelib o'qiymiz. Bizga выгодный bo'ldi naborat. Выгодный bo'ldi 15 kun. Misol uchun shuni bir oy cho'zib qilishingiz ham mumkin edi. Lekin 15 kun biz qabul qila olar ekanmiz. Qabul qildi, hammasi tushdi, zo'r. Tushunarli. Hop, Jamshidjon. Har bitta o'quvchiga men savdo jurnali ochiladiganman, ya'ni statistika qilish uchun. Ya'ni qancha signallar o'xshayapti, ya'ni o'zi bitta berib turgan vaziyatlar o'xshayapti, qanchasi o'xshamayapti. Sizda agar 10 taga bo'ladigan bo'lsa, 10 tadan nechtasi o'xshayapti, nechtasi o'xshamayapti? Hop, bizda yolg'on gapirish bo'lmaydi. Chunki biz orqali kelib bilim olaman deb turgan insonlar ham bo'lishi mumkin. Endi biz yolg'on gapirib, nimadir qilib, u insonlarni misol uchun baqacha olmaymiz. Bu bizga minus. Biz ham shu insonlar kabi o'qiydigan insonlarmiz, shuning uchun bizda faqat rost gapirish bo'ladi. Bo'lgan narsalarni aytaman. Misol uchun 10 tadan nechta to'g'ri chiqdi deydigan bo'lsangiz, bozor ko'tarilayotgan payt 10 tadan 8 ta, 9 ta biz xohlagan, biz o'ylagan natija bo'ldi. Bozor tushayotgan payt 10 tadan 4 ta, kerak bo'lsa 3 ta to'g'ri bo'ldi, 7 ta minus bo'ldi. 7 ta minus. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bozor chunki biz kiradigan holatda bo'lmadi-da. Endi bizning darsimiz o'shanga to'g'ri kelganligi uchun bekor o'tirmaylik degan maqsadda bozor tushayotgan bo'lsa ham o'zimizcha analiz qilib ko'rdik, o'xshamadi. Lekin bozor ko'tarilayotgan payt 10 ta tangaga sarmoya kiritgan bo'lsak, 10 tadan 8 tasi o'xshadi. Shunaqangi o'rtoqlarimda bo'ldi, o'zingiz ham ko'rdingiz, 10 tadan 10 ta o'xshaganlari ham bor. 10 tadan 10 ta o'xshaganlari ham bo'ldi. Jamshidjon, mana shu o'qish davrida sizni eng katta qo'ygan stop lossingiz qancha bo'lgan? Eng katta qo'ygan stop lossim 2 ga 1 bo'lgan. 2 ga 1 bo'lgan. Odatda 3 ga 1 maksimum qo'yiladi. Bu degani, misol uchun 10% yurish ko'rgansiz, 3% stop loss qo'ygansiz. Shunaqa misol uchun foydam $100 foyda chiqsam roziman, $30 minusga kirsam roziman. Shu. Mana shu narsani qabul qildingiz o'zingizga? O'zimga qabul qildim. Nimagaki tradingda siz o'rgatgan narsalar bo'yicha ishlayapman, menga effekt beryapti.
Fik dedi. Misol uchun 10 ta tangaga sarmoya kiritadigan bo'lsam, 3 ga 1 stop lossda ishlaydigan bo'lsam, 10 tadan 6 tasi, 5 tasi ishlab bersam, o'shani ham plusda chiqaman. O'shani ham plusda chiqasiz. Lekin men bitta narsani o'rgandim, hech qachon stop losssiz ishlanmaslik kerak. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu gap siz o'zingiz ham ko'p aytasiz. Savdoyimiz davomida o'z boshimchalik qilib stop loss ishlab ko'rdik. Haqiqatan stop losssiz bu savdo emas. Bu tavakkal. Tavakkal. Stop losssiz savdo bo'ladi. Agar uzoqroq muddat Uzoqroq muddatga ishlamoqchi bo'lsangiz, uzoq muddatga investitsiya kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta stop losssiz ishlasa bo'ladi. O'shanda ham shundoq kirib stop losssiz, shundoq bozorga kiravish kerak emas. Birinchi tahlil qilib, agar tahlilingiz yaxshi bo'lsa, tangaga bo'lgan ishonchingiz zo'r bo'lsa, albatta analiz qilasiz. Zo'r bo'lsa, keyin dekabr bilan bo'lib. Jamshidjon, mana 4 ta turdagi trader turi bor. Ya'ni day trader, swing trader, investor, scalper. Sizga qaysi biri ma'qul bo'ldi? Endi men tradingga yangi kirib kelyapman. Misol uchun bitta kasbni egallashingiz uchun ham 5 yil vaqt kerakdi. Yoki 2 yil. Shunaqangi kurslar bor. 2 yil qaydadir o'qiysiz, sizga qanaqadir sertifikat beradi. Keyin u sohada qaysidir davlat ishiga kirib ishlay olasiz. Bunda ham men hozir yangi kirib kelyapman bu sohaga. Yangi kirib kelayotganligim uchun har kuni ishlashni men o'zimga afzal deb bila olmayman. Chunki men hali bu kasb ustida ishlashim kerak. Albatta demo shotda xato qilib tajriba orttirishim kerak. Boya aytib o'tganimda, kelib 15 kunda tradingni o'rganib ketish bu qiyin, bo'lmagan narsa. Albatta siz bilim olasiz, o'rganasiz, o'sha bilimlar asosida qiyin xatolaringizdan tajriba olib, bilimingizni o'zingiz oshirib borasiz. Demak, siz o'ylayapsizki, 15 kun zo'r savdogar bo'lib ketishga qiyin. Har kun tradingda ishlab foyda olaman desam, bu qiyin. Lekin investor bo'lib, investitsiya kiritsam, bu menga vigitroq bo'ladi. Demak, chunki bu narsa meni bilimim bor. O'zimga uveren bo'lib, uzoq muddat investitsiya kiritishim mumkin. Aynan kriptovalyuta sohasida 6 oydan 1 yilgacha zo'r bu. Zo'r. Tushunarli. Tak, Jamshidjon, yaqin bir 5 yildan keyin o'zingizni kriptovalyuta sohasida qanaqangi darajada ko'rasiz? Day trader, swing trader, balki investor? Mana bu yerga kelishimdan maqsad o'zi bu sohani kasb qilib olish bo'lgan. Chunki oldin ma'lum bir ishlarda ishlaganman, o'zimning biznesim bo'lgan, o'zim ishlarimdan charchagan holatda insonlar bilan to'g'risi insonlardan zerikkanman. Shuning uchun o'zim xolis yakka ishlash maqsadida bu sohani kasb qilib olaman deb oldingizga kelib, bosh o'zingizga ham aytdim. O'zimni 5 yildan keyin qanaqa ko'raman deydigan bo'lsangiz, to'rtalasida ham ko'raman. To'rtalasida. Hozir men investorman desam bo'ladi. Menga kapitalim bor, hozir kiritib qo'yaman, o'sha bittasi minus bo'ldi. Men shu narsa bilan men cheklanib qolmayman. Bu yerdan ketganimdan keyin o'zim ustimda ishlab, uni qilib, buni qilib, xatolarim orqasidan tajriba orttirib, kiramiz har kuni ishlayman. Xudo xolasa. Jamshidjon, mana $100 dan $100,000 gacha bo'lgan eksperimentni kuzatgansiz. Albatta kuzatdim. Yakuniga keldingiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu $100 dan $100,000 gacha mana shu challenge-da siz ham o'zingiz ham qaytara olasizmi? Spotda to'g'risini aytsam, baribir sizda yillik stajingiz bor. Siz necha yildan beri tradersiz, mutaxassissiz. Endi misol uchun bu gap qanaqa oladigan bo'lsak, misol qilib keltiradigan bo'lsak, men hozir trenirovka qilish uchun zalga boryapman-da. Ahad Xudoyarov oldiga boryapman-da. Ahad Xudoyarov menga savol beryapti. Jamshidjon, siz mana shuni mana ko'tara olasizmi deb, ko'tarib, o'zi chiranib ko'taryapti-da, ko'tara olasizmi deyapti. U narsani ko'tara olmasligim, u 100% ondan birini ko'tarsam, do'ppim osmonga otaman, misol uchun-da. Hozir xuddi shunaqa savol berdingiz-da. Yo'q, xo'p, bugun emas, ertaga emas. Qanchadir vaqtdan keyin. Bo'lishi mumkin. Sizni urovingizga chiqqan vaqtda, ya'ni bilimim sizga yetganda, xudo xohlasa, albatta qilib ko'raman. Chunki bo'lgan narsa-ku, inson qilgan ish albatta inson qiladi. Albatta unga vaqt kerak bo'ladi. Vaqt kerak bo'ladi. Inson o'zini ustida ishlash kerak bo'ladi. Tushunarli. Shunaqa. Tak, Jamshidjon, nima deb o'ylaysiz? Mana shu endi siz investitsiya menga qiziq deyapsiz, to'g'rimi? Investitsiya qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu investitsiyadan kelib turgan foydalar bilan
oila boqsa bo'ladimi? Chista shunga ishonib. Investitsiya kelib turgan daromadlardan oila boqsa bo'ladimi? Men bu narsaga ijobiy qaramayman. Chunki investitsiya kiritayotgan inson puli lishniy bo'lsa, o'sha lishniy pulni yo'q deydi-da, shuni investitsiya kiritib qo'yadi. Bordi-yu, oila boqsa bo'ladimi deyapsiz? Oila boqsa bo'ladi, uning uchun vaqt kerak bo'ladi. Qachonki o'sha kiritgan investitsiyasi, qachonki natija bergandan keyin o'shaning foydasi bilan albatta, misol uchun normal natija beradigan bo'lsa, o'sha natija bergan pul bilan 1 yil maza qilib yashasa bo'ladi. Kapitaliga qarab, kiritgan kapitaliga qarab. Lekin hozir investitsiya kiritib qo'ysam, hamma pulimni hech qayerda ishlamasam, o'zimda pul qolmaydi-ku. Kuchim kerak bo'ladi-ku. Qachon foyda kelsa, qachon keyin oilamni boqaman yoki qachon oila kelsa, keyin uydagilarni qatqadir olib boraman. Bu bilan emas. Day trading bilan qilsa bo'ladi. Day trading bilan. Misol uchun, $5,000 dan $10,000gacha depozitingiz bo'lsa, endi men o'zim bilgan narsani, o'zim aqlim yetgan narsani aytyapman. $5,000 dan $10,000gacha depozitingiz bor bo'lsa, yashasa bo'ladi, chotki yashasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi. Normalniy. Tushunarli. Endi o'quvchilaringizni ko'rdim, $3,000 kapitali bor bilan ham oila boqsa bo'ladi deyishdi. To'g'risi, menda balkim o'quvchingizga nisbatan bilim yo'q bo'lishi mumkin, shuning uchun ishonch hosil qilmayotgandirman, lekin men o'zim aqlim yetib turgan narsa $5,000 yoki $10,000 pulingiz bo'lsa, nafaqat ro'zg'oringiz qimirlaydi, chotki kiyinasiz, normal joyga borasiz, oilangiz bilan. Xullas shunaqa. Tushunarli. Xo'p, bu sohani yangi boshlamoqchi bo'lganlarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Bu sohani yangi boshlamoqchi bo'lgan insonlarga eng avvalambor negativ qaramaslik kerak. Tanganing ikkita tomoni bor, plyusi, minusi. Ana shu narsalarni o'ylagan holatda bu sohaga kirib kelish kerak. Misol uchun, men bu sohaga yangi kirib kelayotgan paytim forex nima degan bilmasdim. Uzoq yillik investitsiya u narsani bilmasdim. Kripto, 3 ta yo'nalish bor. 3 ta yo'nalish borligini ham bilmasdim. Hozir kriptoni nimaligini bilaman. Kriptoning ichida ham bor-da, har xil yo'nalishlar. Siz aytmoqchi, day trading, swing trading, uzoq muddatli investitsiyalar. Endi yangi kirmoqchi bo'lganlarga eng avvalambor qaysi yo'nalish tanlashsa ham surishtirib, misol uchun, agar ko'ngillarida ortayotgan bo'lsa, kiritsin. Agar menga yana shunaqa imkoniyat berilgan bo'lganda, men maktabni bitirishim bilan o'zimni o'qqa cho'qirmasdim. Men sohaga o'zimni qaratgan bo'lardim. Bor kuchimni mana shu sohaga sarflagan bo'lardim. Hozir siz kabi $100 dan $100,000gacha cheklanch qiladigan darajada bo'lardim. Balki. Xudo xohlasa, bo'lamiz inshaalloh. Albatta yaxshi niyat katta qo'yarish kerak. Tushunarli. Jamshidjon, nimaga aynan O'zto'keni tanladingiz? Siz keldingiz, ko'p joyga bordim dedingiz. Kimdir nimadir yoqmadi. Kimdir nimadir yoqmadi. To'g'risi, O'zto'kenga keldim, Instagramni ko'rganman, Instagramda qancha podpischik bor. U bo'lgan, bu bo'lgan. Bir tomondan ozgina samneniya bo'ldi, to'g'risi. Keyin Telegramingizga o'tdim-da, istoriyalarni ko'rib chiqaman. Qaysi payt bu kanalga qilingan analizlar tashlangan, ko'rib chiqaman. Haqiqatan stajingiz yuqori ko'rib chiqdim Telegramda. Ko'rib chiqdim-da, keyin shundan keyin O'zto'kenga bo'lgan qanaqadir qiziqish paydo bo'ldi. Keyin o'zingiz doim misol uchun kamera ortidan gapirasiz, ko'zlaringiz yonib turadi, energiya berasiz, bor narsani olib chiqasiz. Mana men shunaqa ko'raman, kim qanaqa ko'radi bilmayman. Ana shuning uchun ham yuragim siz o'qishingizga jizzatganligi bois, keyin o'qituvchi kim? Mana siz qanaqadir mentor qilib qo'ymagansiz, kimdirga o'qitasan deb qo'ymagansiz. Mana o'zingiz o'tasiz, o'zingiz stajingiz bor. Ana shuning uchun ham sizni tanladim. Gap yo'q. Jamshidjon, siz bilan tanishganim juda ham xursandman. O'zto'ken trade eshiklar doim sizga ochiq. 15 kun mobaynida biz tomonidan o'tgan yoki mana jamoam tomonidan o'tgan qanaqadir yomon gaplar bo'lsa, men bor uzr so'rayman. O'zgarishga harakat qilamiz. Sizni doim kutib qolamiz, O'zto'ken.